Captiva mashinasini yutib olish imkoniyatingiz ham bor. Do'stlar, Xorazm baliqlari o'z filiallarini ko'paytirishda davom etmoqda. Do'stlar, bu yerda Xorazmdan keladigan sazan baliqlarimiz bor. Sazan baliqlarini to'rt xil usulda xorazmlik og'alarimiz pishirib berishadi. Birinchisi setkali, ikkinchisi qovurilgan, uchinchisi dimlangan, to'rtinchisi esa shundoq baliqni o'zini qovurib berishadi. Do'stlar, siz Xorazm baliqlariga kelib baliq iste'mol qilishdan tashqari Captiva mashinasini yutib olish imkoniyatingiz ham bor. Do'stlar, manzilimiz Muzrabot tumani, Erpet chorrahasidan Saytobod tomonga ketishda metan zapravkaga yetmasdan oqshom restorani. Do'stlar, Xorazm baliqlari kafesiga tashrif buyurganingizda sizni mana shunaqangi atmosfera bilan kutib olishadi. Bundan tashqari, alohida o'tiramiz degan mijozlarimiz uchun kabinalarimiz ham mavjud. Xorazm baliqlari kafesi tez orada hamyonbop va qulay setlarga start beradi. Bizni kuzatishda davom eting.